Burun nurg'unlar gap qilishni o'rgangili bo'lamdi deb so'raydi, lekin hozir so'zlashni o'rgangili bo'ladigan bir mahorat ekanligini bilib yetyapmiz. Undaq bo'lsa, so'zlash bir mahorat deyildi. So'zlashni bilmasak, yashash yo'limizda nurg'unlagan ziyonlarni tatib qoldik ekanmiz. Shunga qisqa vaqt ichida ifodash mahoratimizni yuqori ko'targili bo'ladigan 4 taktikani men sizlarga bugun o'rgatib qo'yay. Bu o'zimizga mos kelmasdan, oiladagi cho'ng-kichik hammalarga mos keldi. Obdan anglanglar, saqlab olinglar, tarqatib qo'yinglar. Birinchisi, her kuni birdan qisqa maqola o'qib bering. Buningdan sizga eng yoqqan bir jumla so'zni tepib yaxshi yodlab oling. Bu usul sizning texmo yaxshi bo'lgan jumla qurilmasi ham so'zliklarni egallashingizga, texmo hissiyotli ifodalashingizga, til qobiliyatingizni yuqori ko'tarishingizga zo'r yordam berdi. Ikkinchisi bo'lsa, har kuni 5 minut vaqt chiqarib tiniq mashq qilib bering. Shu orqali ovoz va tiniq kontrol qilishni o'rganib oling. Bu sizning texmo aniq talaffuz qilishingizga, so'zlagandagi kuchni kontrol qilishingizga foydasi bor. Shundaqla 5 omilni aniq bilasiz. Urg'u, intonatsiya degandek. Uchinchisi bo'lsa, deklamatsiya qilgan chaqda, so'zlagan chaqda ovozga elib olib, o'zingiz baho bering. O'zingizning ovozini qo'shmang. O'zingizning so'zlagan chaqdagi talaffuz, ritm qatorliqlardan chiqqan masalalarni vaqtida bayqishingizga, shundaqla vaqtida tuzib olishingizga foydasi bor. Bunday qilganda o'zingiz to'g'ri deb qaragan nurg'unlagan xatoliklarning takrar sodir bo'lishining oldini olib bo'ldi. To'rtinchisi bo'lsa, naq maydon mashq qilib bering. O'rgangan bilimlarni amaliy turmushda ishlating. Odatdagi fikr almashtirish bo'lamdi yoki xizmatdagi nutq so'zlash, paranglashish, biraylarga tasalli berish bo'lamdi. Hammasida mashq qiling. Hattoki tunish odamlar bilan fikr almashtirgandimi fursatni qat'iy qo'ldan bermang. Dunyodagi eng foydali hem pul xajlash ketmaydigan mahorat bilsangiz dal so'zlash mahorati. Agar yana o'rganmay qolgan bo'lsangiz, ayrimxonda telefon nomeringizni qoldiring, men aloqalashib, men o'rgatay.